Hammaga assalomu alaykum. Biz boshlayapmiz. Xudo xolasa qanaqadir kino, o'zbek kino ekan. O'ylaymanki, hech kelmaydi. Balkim yaxshi kinodir. Men birinchi ko'rishim to'g'risi. Sizlar bilan ko'ramiz nasib qilsa. Tezlashtirib, yaxshi kadrlarni bu yoq taraf montaj qiladilar. Ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Endi baqirib yubordingiz. Endi baqirib. O'rtasini topa olmayapsiz. Bo'pti. Salomlashib qo'ying. Hammaga assalomu alaykum. Boshladik. Qisqa lo'nda. Hayotiy voqealarga asoslanadi. Salmi katta qizi ham nihoyat kasalxonadan chiqibdi. Ko'rgim kelmayapti. Ancha yaxshi. Ko'rgim kelmayapti. Qizni orqasidan o'zini oldirib qo'yuvdi. Ximoraxona ancha xursand bo'lib o'tirgandirlar. Endi xursand bo'ladi. Guldek qizi ruhiy kasalliklar shifoxonasida davolandi. U ham yetmagandek xorijda davolanib keldi. Ha, osonmas. Qo'lingiz kelmayotganda siz-a? Adashmasam ikkinchi Endi uxlayman. Ikkita qizi ham o'qiydi. Ikkita qizi ham odobli, chiroyli qizlar. Ha, shunaqasi ham bo'lar ekanda. Oyxa, bugun borib ko'ngil so'rab kelsak-chi? Bo'ladi. O'g'lin chaqir. Mayli, xo'p. Uyam borsin. Hozir. Nima bo'ldi? Hozir tushunmay qoldim. O'g'ling chaqirdi-da. Kechira meni gaplashdi. Ko'ngil so'rab kelamiz dedim men. Kimdan? Kasal bo'pti kimdir. Bu joylarni tezlashtirish kerak nima? Yaqida. Assalomu alaykum. Gudok ketdi. Vuy, qarang. Tarakan yuribdimi? Qarang. Sevgani opamga uylanyapti. Nomi alohida mavzu. U 1066-son ekan. 1066-son. Voy bu. Necha yildan beri olishadi buni? Polat Alendarmi? Bola bu. Polat Alendar unaqa uzun emas-u, shunaqa. Nechta seriyasi bor? Вообще uzun. Nechta seriyasi bor? Ko'p. Kurtlar vodiysi pusu. Bilganlar yozib ketsin kommentariyada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qachbaqlashgan, tiq qo'yishgan. Yo, normalniy. Daraxt sug'orish uchun. Yo'q, sug'orishmas, dorini nimadan berib qo'yish. Dorimi u? Dori o'ziga u ozgina suv nima bo'ladi, shuncha daraxt. Salom berishga o'rganar ekansiz-a? Qaydir dahshat olishgan lekin, qarang. Ani setkalar qo'yishganda endi. Qarang, o'rtada turibdi. Hozir o'lchasak bor. Operator emasman lekin. Mana bunaqa qo'yilgan. Qolaman. Yaxshi. Nimalar qilyapsan? Shu uy ishlari. Bugun uylarga boraman, seni ko'rgani. Voy. Nimaga? Nimaga bo'ladi? Seni qo'ling so'raganda. Dadang bilan gaplashaman, shu qizga uylanaman deyman. Tayyormisiz so'rashga? Baribir bu qizingizga toqat qila olmaydi dedi. Ha? Mana. Qo'lni so'rashga tayyormisiz? Kimmi? Qizni-da. Qaysi qiz? Deb aytaman. Oo, shuncha jasorat qaysi? Sizchi desam. Ikkinchigami? Ha? Nimaga aynan bugun? Daromadim yetmish. Sizlarnikiga mehmonga borar ekanmiz. Dadam shunaqa dedi. Vat, cho'zib tashlashyapti. Ya, bo'ldi. Ancha yaxshi. Hozir ancha tuzalib qoldi. Endi bundan buyog'iga biz bilan birga yashaydilar. Opang bahona seni ko'rgani boraman. Meni kutgan qopmi? Tushunmadim. Men sabrim yetmayapti. Hozir bola bunga uylanmoqchi, to'g'rimi? Qo'l so'rashga bormoqchi. Qo'l so'rashga kelmoqchi. Hop. Lekin bahonada seni ham ko'rib kelaman deyapti. Yo'q, shunaqa dedim. Ha. Yo'q, Opasi kasal ekanmi, bundan nimadir? buyog'iga biz bilan birga yashaydilar. Opang bahona seni ko'rgani boraman. Meni kutgan qopmi? Mana ko'rdingizmi? Ha. Shunda hozir bola sovchilikka kelyaptimi yo opasi bahona buni ko'rgani kelyaptimi? Oh. O'shaning uchun nomi shunaqa Sizga ham zo'r bahona topildi. Ochiq kelib. Sevgani maqsadlar noto'g'ri deyapti. Tarozilar buzilgan. Maqsadlar noto'g'rida, andozalar noto'g'ri. O'zi qachon kech bo'larki deb kutib o'tiribman. Mayli, Shahnoza, keyinroq gaplashamiz, xo'p? Obbo, yanami? Gulasar, keling o'tir. Pushti finkada Shahnoza. Men birinchi marta to'g'risi bu sonimiz endi heyt qilmay. Ha, lekin qarang, rangini zo'r tanlashibdi. Bu ham pushti rangda. Bu ham pushti rangda. Endi bu To'g'ri kelib qolgandi. latta ham pushti rangda. Vo. Yordam bering. Yo'q, o'zi bo'lib qolgandim. Ha, mayli. Keling, siz bilan birga televizor ko'ramiz. Nima deysiz? Mayli. Ha. Siz boravering. Men idishlarimni joylashtirib olay. Xo'p, tezroq kel, xo'p?
bo'pti. Ha. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Gulmira, yaxshimisan qizim? Yaxshi xolajon. Yaxshi Mana shu Rahmat. akani omadlatida chiqqandan taniganman-da. Qizinglar kelib bag'ringlar to'lib qoldimi? Allohga shukr. Mana Gulmira ham ancha yaxshi. Shifokorlar ham qizinglar ancha yaxshi. Endi bu yoqqa o'zini ehtiyot qilsa bo'ldi deyishdi. O'shanda avtohalokat uning ruhiy holatiga ancha qattiq ta'sir qildi. Qaranglar shu voqeaga. Nodir qalay? Ishlari yaxshimi? Ha, yaxshi. O'sha sen gaplashib bergan firmada ishlayapti. Hozir lavozimi ham oshgan. Senga rahmat. Nega rahmat aytasan? O'g'lingni o'zi juda ham tirishqoq yigit. Firma Mana shunda direktor hozir Bular ish topib bergan. tanishim. Shunchaki men tavsiya qilganman xolos. buni bolasini boyaga gaplashayotgan bola, ha. buni qizi bilan gaplashyapti. Ha. Ochig'ini aytsam, firma direktori o'g'ling haqida ancha iliq so'zlarni aytdi. Shunaqami? O'zi ham keladigan ishlarimni yakunlab keyin boraman degan. Onasi choydan qo'ysin. Gap bilan ovora bo'lib, Dasturxonga qaranglar. Qani? Nondan olinglar. Endi menimcha bular bir kunda bitta serial olgani uchun tez mang'illab tashlashadi-da. Bir kunda, Bir kundan, bir haftadan men bilmayman. ya bir kunda olgan bo'lsa kerak menimcha. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Bu opasi. Ha. Shunaqa. Tanimaydimi shunda? Ha. Bu Davolanib kelgan opasi. Qattandir keldi deyapti-yu. Chettalab. Kim ekan opa? Voy, Nodir aka. Keldingizmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Opa, tanidingizmi? Bu Nodir aka. Esladingizmi? Yoshliginglarda rosa o'ynardinglar. Tushunmadim. Mana shu miyaga yana. Nodir, nahotki tanimabman. Gulmira, sen ham ancha o'zgarib ketibsan. Chet el ancha ta'sir qilibdi. Endi boshdan salomlashib qo'yamiz. 3 yildami? 3 yil dedimi? Necha yil dedi? Baribir nenormalniydi, baribir. Bo'yiz past edi. Xonikkina yigit edingiz. Xonikkina yigit edingiz. Xonikkina yigit edingiz. Stop it. O'zgarib ketibsiz. Hazilkash. Hozir Kinoni qayerdan topdingiz buni? Bizdan hamma so'ksa kerak. Yo'q, kinoni Hamma so'ksa kerak bizdan. topmadim, просто anaqa o'zbek telenovela deb yozdim. Kim mana kirdim. hintlar deyishni boshlashadi hozir. Bizga boshqa farq. Bularga deydi o'zbek kinoni yomonlash kim qo'yib qo'yibdi deydi aka. Yo'q, bu bizani ko'rayotgan odamlar katta ehtimol yoshi katta odamlar emas. Xuddi Opa, hozir Nodir aka Bizani tushunadigan odamlar ko'radi. O'zinglar ham ko'ringlar maslahatimiz. Bizani reaksiyani ko'rmasa o'zim ko'rsataman. kompaniyada ish boshqaruvchi boshlaydi. Aha. Shunaqami? Bitta gapirsam gapirib ketaveraman to'g'ri. rahmat. Balki uyga kiramiz, a? Haya, kira qoling. Kelib, mehmonxonaga olib qo'y. Ana, kiring, yuring. Kiring. Rahmat. Yuring, opa. Ko'ngli jiz qildi. Ana. Ana ko'ngli jiz qildi. Quyosh kular, just. Ana hammasi o'shandan boshlandi. Xonikkina bola edi, bir chiroyli bola bo'libdi. Mana уже не то qarang. Juda ham o'zgarib ketibdi xola. Gulmira, esingdami? Yoshligingda masalan Nodir bilan bo'ying tenglashtirarding. Ha? Nodir bo'yi past bo'lardi. O'g'lim bichara senga yeta olmasdan oyoqni cho'zib. Mana bu boya yo'q edi, yo bormidi? Uchta. E'tibor qilmadim, lekin endi mayli, o'rtada qizlar kirdi, chiqdi, boshqa bo'ldi. Davolanish qachon ketgan, qachon qaytdi? 3 yil dedimi, 5 yil dedi-yu? Yo'q, вообще men Mayli. bilmayman. Ko'raveraylikchi. Gulmirani chumoldan qo'rqishni biladi. Jahlimga tegsa chumolni olib kelib qo'rqdi. O'zing ham shunaqa qiladi.
Telegramga qarab yubor dedi. Yo'q. Tushundingizmi? Yo'q. Yozib yubor dedi, Telegramga qarab yubor dedi. Mana Qanaqa ko'rgan? Ha, bilasiz. Biz endi holat eski holat tushunmaymiz Mana to'g'risi. bekitib yozib o'tiribdi. Mana Yurak chaqib qo'yibdi-ku. Aka zaryadkaz o'chib qolmasin. Seni tashqarida kutaman. Zarur gapim bor. mana shu joyi zo'r chiqibdi, lekin haqiqatga yaqinroq bo'libdi. Nimaga? Shishani W qilib yozibdi. Lekin zarur gapim bor. Men unaqa demagan bo'lardim. Mayli. Prosta tashqariga chiqib gapim bor. Bo'ldi, chatki. O, Keldi. mana bu qiz kipriklarni 3D qoldiryapti. 3D. Qanday gapingiz bor? Al salib ikkalamiz balg'onga borganmiz shundami? Endi baliq o'rash taqdirga oldi. O'rtadan qochganmiz eslagan. Kulgili gap bo'ldi. Endi yoshligini eslab o'tirib mayli. Biz ham Ana o'rtog'im bilan o'g'irlik qilganmiz-da. Notabiiydi. Yo'q, kulgili-ku. Yo'q, ana, esingdami? Shunaqa bo'lyapti deb qoldi. O'rtog'im bilan o'g'irlik qilganmiz-da. O'g'irlikka biz ta'qib qilmaymiz, просто yoshlik. Parvoz yapasizmi hozir? Realni bo'lgan. Bitta taroz olganmiz. U ham xom. O'g'irlangan tarozim shunda? Ha. Yeganmisizlar? Yo'q, xom ekan u, yeolmagan bizni. Ya, unda o'g'irlikka kirmaydi u. Yoshlikda. Ye. Dramatika. Ana ularni qancha qarab o'tiribdi ana. Qanday bilmaslik mumkin bular ikkalasi yozib o'tirganini? Opasi bilmasligi mumkin. Nima deydi, iltimos chaqir. Men uyda shunaqa telefon o'ynab o'tiray, ovqatlangan paytim. Qanaqalar tortishadim. Qo'y telefoningni. Buni ham zaryadga soz bechorani. Ovqat yeganda. To'g'risida ovqat yeganda telefonga qarab o'tirmaydi, to'g'rimi? Ha, mayli endi yoshlar paytdan foydalanib turibdi. Oh. Tem bo'li telefonga qarab tirjayib o'tiribdi. Hech kim indamayapti negadir. Mayli. Bu o'zbek kino. Ko'ngilli keng qilamiz. O'tiribinglar. Qarang, bu boyagi Vinkami yo o'sha boshqami? Mana hafta yoz. O'zgardi-yu. O'zgardi, bu boshqa chislada olingan ekan kadr. Ha, yo'q, shu ekan. Emas. Telefonda gaplashganda fioletoviy edi. Almashtirib kelganda ko'chada dijeyni ishlanib bo'lgan, almashtirib kelgan. Color correction. Rang berilgan. Chiqadi rang, ha? Rang berilibdi. Yo'q, qarang, men bu bilan hozir mana dvorkasi bir xilda, bitta boshqacha. Rang berilganda. Qarang. Yo'q, ikkinchi futbolkami? Mayli futbolkasini. Mani balig'ini olib ketgan. Hozir bir masiyib keladi, chiqib ketadilar. Hech kim bilmaydi bular ikkalasi ham shu. Dada, ishxonadan qo'ng'iroq qilishyapti. Men shunday bo'ladi degan gaplashib qoldim. Uzr. O'zi sizlarni qilmagan sho'xliginglar qolmagan bo'lsa kerak. Taxmin qilaymi? Men ko'rmaganman, rostdan ko'rmaganman. Hozir mana ham ish chiqib qoladi-da, bu opachasini ham ish chiqib qoladi, u ham chiqib ketadi. Keyin o'sha oladi. Payti o'sha olmaydi, bu men bu yigit bilan qizni opasi ko'rishib qoladi, o'rtada nimadir bo'ladi, javob. Yo'q. Prosta taxminlarga asoslangan, 100% ko'rmaganman. Qani bosing ham men bilmayman. Nima bo'lsa bo'ldi bu yoq. Hozirgi yoshlar sizlar qilgan sho'xliklarni yarmini ham qilmasa kerak. Unga borsalar kiyimlarga qarab bo'lmasdi. Saldan darak yo'q. Yo'q, molni tashqarida qoldiribman. Olib kelib bera olasanmi bolani? Hovlida qolib ketgan shekilli. Rahmat, bolam. O'zi suhbatni hovlida davom ettiring. Uzoqda maza qilib o'tirib, ha? Yo'q, bo'lmasa, men ham chakib keldi. Yo'q, kim kashab.
Voydat deb o'sha olishadimi? Ya bu yo'g'ini taxmin qilib qola olmayapman. Mana bitta anaqa finkani rangi yana o'zgardi. Ko'ryapsizmi? Bitta kiyimda har xil rang bo'lyapti. Ha, mayli. Rang Kim maymi shunday? montajyorni. Montajyor emas. Color gradingmi? Color correction, color grading endi bilmayman men unaqa narsalarni. Mana shu Montajniki rang beruvchini aybi 100%. Chunki hammasi alohida bo'ladi. Bitta odam qilmasa kerak hammasi. Endi shunday rangga javob beradigan odam alohida bo'ladi. O'shani aytayapman-da. Montaj alohida, muzikani alohida, to'g'rimi? Keyin anaqani rang beruvchi alohida bo'ladi. Ham gullar so'lib qopti. Ye. Shunda adashib ketdimi hozir bu? Ye, qay qo'yar ekan? Gulmira, sen bunchalik darajada emas. Qarang. Bundan bizni qanday cringe'lar kutib turibdi? Tortib oldi-da. Rangi. Kiyimini ko'rdi. Kiyimi bor-ku, rangi yaqin bo'lsa ham mayli-da. Ikki xil rang turibdi. Mana oq bo'lsa, mana qora turibdi-da. Siz o'shami? Qo'ying. Qarang. Siz o'shami? Gulmira, sen Qo'rqib yubordingiz. men hamga shunchaki hazillashib, Hazilingiz bo'lsa-ne, yuragimni yoraydi deysiz. O'zi kasal bo'lsa. yaxshimisiz? Qo'rqib ketmadingizmi? Yo'q, Ana. Yaxshi. Qizim, oyi. men seni axir ro'molga jo'natgandim-ku. Yoshlar xufiyona joylarda nimalar qilmoqda? Yo. Bu ataylab qildimi shunda bola? Ataylab adashib ketdimi yo rostdan? Adashib ketdim. Yo. Anaqa ssenariy shunaqa yozilganmi rostdan ham? Basing. Nima deb o'ylaysiz? Ssenariy shunaqami yo adashib ketdimi? degan harf qo'yasiz. Tashqarilarni ko'rib kelyapmiz. Adashgan ko'rib turibdi-ku. Anaqadagi vashi farqi yo'q. Hech narsani bilmagandek ketishyapti hozir. Yoshlar mayli, baxtli bo'lsin. Qanaqasiga baxtli bo'ladi? Opasi bo'lsa, bu uni singlisi bilan gaplashib yuribdi. Kalla qo'ydik-ku. Yog'och, deyishman, sen deb olgan. Sizga chiqaman demadi berumlar. Sen meni hamma oldi bu yoqda deyin chiqasan deb turibdi. Agar bo'lsa, o'zidan foydalanib ko'rib olsa qo'yim keldi. Ha, mayli, qilib. Hali ko'rasan, hamma alamlarim olmas. Xaridalaringiz bormi? Xo'p, ertaga ko'rsamizmi? Ertaga vaqtim yo'q. O'qishga borishim kerak. Sen ataylabdan meni yalintirmoqchi bo'lasan, ha? Topgan gaping, ertaga meni vaqtim yo'q, ishim bor edi. Rost aytyapman, ertaga vaqt. Mabodo menga bir bola bo'lib qolsa, sen aytib olib qolasan, bilib ol. Xo'p. Toshkent, senadan kutdingmi? Menimcha senga yoshli yigitga o'xshaydi. Bilmadim, shunaqaroq. Menimcha seni sevib qolganda telba bo'lib qolganim bo'ladi. Sen bilan ozgina gaplashib o'tirgim kelgandi. Mayli. Nima gapingiz bor? Yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi. Qani, nimani gaplashdi ular? Yaxshi. Mayli. Nima gapingiz bor? Yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Siz bilan gaplashib o'tirgim kelyapti. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qalaysiz? Ishlaysiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Boshladik bo'lmasa. Yaxshi. Yaxshi. Sizda gapim bor edi. Yaxshimisiz? Qalaysiz o'zi? Yaxshi. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. O'qishlaringiz-chi? Xudo. Dadasi o'g'lingiz sevgani borga o'xshaydi. Qanaqa? O'zi vaqt soatimga yetib qoldi. Bilasizmi? Shunaqami? Kamoljon- Ko'rmadinglarmi? Bir-biriga Kamoljon- qarab, ikkalasi yozishib o'tiradi mana shunday telefonga qarab. Ana ko'zi ko'r odam ham ko'radi-yu, voy. Siqilmang. Ko'ngilli keng qiling. Hali oldimizda bundan katta bo'ronlar keladi. Men bo'ronlarga tayyor emasman. Qanaqa bizda? Men ham kelin olib, oyoq uzatib o'tirgim keladi. Qolganlar,
Salomat. Sen sağ qolgansanmi? Qizlar. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Tinchlikdami? O'g'lim, shu senga bir gapimiz bor edi. Ota, uylanib turaman deyapti. Seni uylantirsangikan deb turibmiz. Deb yurmaslik-a? Bosing. Agar bizga ma'qul xotirjam bo'lsa, Bilmasam, sizlarga Bilmasak. Ha? Kamoljon. Yo'q, rad etganman. Aytganmiz. Men ham aytganman. Uylantiramiz deyishyapti. Mana shu qiz uyiga boringlar deganman. Yo, endi men Kesganman. Bo'lmasa yerga tegib ketadigan bo'lib qolganda. hay. ma'qul bo'lsa kerak menimcha. Shu hay deganimda bitta insonni esladim hozir. Oh. Hay. Ana, aytdim-ku topgan qizi bor deb. Menga qara. Biz taniymiz ota-onasini. Hech bo'lmasa shuni ayt. Voy, ko'rdimasmi? Voy, ko'rdingiz-ku. Voy bilan. To'ppoymisizlar shunchalikmi? O'zidek chaman lekin. Mayli, cho'ri. Bo'linib qoldi. Boshdan. Bunchalik azobli. Biz taniymiz ota-onasini. Hech bo'lmasa shuni ayt. Taniysa-da, boya borganda uyiga ko'rmadinglarmi, voy? Bir-birimizga qarab tirjayib telefonda yozishib o'tirdik, ko'rmadinglarmi? U opasi chiqqandan keyin opasini ushlab oldim, opasiga hazil qildim. deb aytmaydimi mana shu bola? Aytmaydi. Ko'rmadi, esdan chiqib oldi. Kecha biz ularnikiga mehmonga bordik. Yo'q, Mayli bo'lsa men bora qolay. Voy. Ikkita qiz bor-ku. Chunki aniq emas-da hali kimligi uni. Bu bola hozir ikki o't azobida orasida bo'ladimi? Orasida. No, короче, ikkita eshikning orasida turibdi-da. Bola ham xabar yo'q. Eshitsan noto'g'ri eshitilar ekan. Ikkita qizi o'rtasida turibdi-da. Qaysi birini tanlashni bilmay. Yo'q, tanlab qo'ygan, singlisini tanlab qo'ygan menimcha. Shunda Gulmira aytyaptimi? Ana. Katta qizi Gulmirada? Mayli-ku, lekin u qizlar yaqinda davolanib chiqqan. Ruhiy kasal ko'rdasi. Ruhiy kasal? Ruhiy kasal dema. Ha. U Yetdim, singlisini sevgilisi bilan. Uje ana qilib turibdi-da, nima deydi bir-biriga. Qichuv qilib turibdi-da. Ruhiy kasalligini asorati hali ham qolgan ekan. tuzalib ekan. Keyin avtohalokatda shunaqa bo'lgan. Eshitding-ku o'zing? Endi baribir aytaman-da. Ko'rishibga keldingda. Hozir buni aniq bilmaydi-yu. Katta qiziga deb o'ylaydi-da. Katta qiziga sovchiligiga kelib qo'ygan bo'ladi bular. Keyin rozi bo'lib qo'yadi. Bular rozi bo'lib qo'yadi, keyin kichkina singlisi. No, короче, chundinglar-yu. Lekin qo'shnilikka keldik demang. Bersak qizimizni sizga oilaga beraman-da qizimni. O'g'limiz qizingizni yoqtirishini aytdi. Turmush yo'llari ham birga ko'rinadi. Rosti, kutmagandim. Shu qizimdan juda ham xavotir olardim. Sizlar Bu qizimga kutmagandim. Chunki boshqa qizim bilan yozishib o'tiruvdik kecha. Topasda siz ham. shunga oila qizimiz bo'lgani menga ham ma'qul. Bo'lmasa cho'zib ma'qul. Bizga ham yoqdi. Do'stim, bir barim yozib qo'ying. Voy, Sog' bo'ling. Kuyov muborak bo'lsin. Kelin muborak bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Mehnat muborak bo'lsin. kelin muborak bo'lsin. Rahmat. Kelin muborak bo'lsin. Rahmat, baxtli bo'l. Keling, Nima bo'ldi hozir? Hafta, mayli. Tezlashtirib yuboraylik. Xudoya, nima bo'ldi? Oldimizda bundan katta cringe nimalar. Kuyov muborak bo'lsin. Kelin muborak bo'lsin. Kuyov muborak bo'lsin. Sizda kelin ko'madiku. Kelin muborak bo'lsin. Kuyov muborak bo'lsin. Kelin muborak Tilim bo'lsin. aylanmay qoldi, achchiq bo'lib qoldi. Ilohim, oila qaraysiz bir Non mushak. Dasturxonga qaranglar. To'ylar muborak bo'lsin. Hali yoshlar kuyovga bari yo'q. Sevgili de olibdimi? Yo'q, bilmayman. Bola, senga xush xabarim bor. Xabar? Dadang bilan ikkalamiz
Sovchilikka borib, ish pishib keldik. Salom amakini qizini senga kelin qildik. Hali Bola xursand. bu Shashvarbek bilmaydi hali Shashvarbek. Ha, cho'zib nima qildik? Ular ham bitta rozi keldik. to'g'risi men bunaqangi tez borisini deb hech ham o'ylamagandim. Ha, endi senga yoqqandan keyin cho'zib nima qilamiz? To'yda ko'radingmi, chimildiqda ko'radingmi? Boramiz dedi. Endi bu yog'iga bolam ozgina mas'uliyating ko'payadi endi. U qizni ko'z qorachig'idan asrashing kerak. O'rtada dadangni do'stligi bo'la. Nimaga deb ham so'ramadi. Qaysi qiz u? Qiz qizgina ham so'ramadi. Ikkita qiz Hali bor. to'yda ko'radi hozir o'shani qarab turing, to'yda bilib qoladi o'shani. Xo'p. Singlisi ham bilmaydi. Qani Ilohim endi. Sen ham o'z vaqtini topgan ishimizdir. Ilohim. Boshlagan ishimiz xayrli bo'lsin. Shunga kelin bo'lib kelayotgan Gulmira qizimiz qadamlar. Ayni. Ha. Amin. Allohu akbar. Ye, duo qilaman qol. Nima qilib turgan? Tova. Gulmira, Oysjon, menga gullar sal yoqadi-ku singilisi. voy bolam nima deyapsan? Biz sana axir Gulmiraga fotiha keldik-ku. Oysjon, nimalar deyapsiz? O'ylab gapiryapsiz, nimani qilib qo'ydingiz o'zi? Ha, o'zing Gulmira demaganding. Shashvarbek aytish kerak edi. Nimaga aytmadi? Bo'pti, men ishim bor deb uyalib turib qochib ketdi. Mayli bo'lmasa men bora qolay. Shoshma. To'g'rimi? Aytish kerak edi. Men bir qiz, ikkita qiz bor. Kallangni ishlat. Debdi, to'g'rimi? Bosing mayli. Oysjon, qaydalik. Ularga tushuntirib qolamiz, iltimos sizdan. Bolam sen nimalar deyapsan, ha? Bu nima qilgan? Axir opasi turganda singlisini berdim ular. O'zing vaqt aytmading-ku. Gap qara g'alatiligini. Opasi turganda singlisini beradi. Nima bu omad Yo, birinchi baribir katta qiz berishadi-da. Yo'qman, misol uchun. Sizga opasi emas, sizga singlisi yoqadi-da. Xo'p. Ano, sovchilikka borsangiz aytmaydi-ku. Birinchi qottasini uzatamiz. Keyin Aytadiganlar bor, Komiljon, aytadiganlar bor. Yo'q, aytadiganlar bor. Lekin hozir qottasini olasan demaydi-yu. Ikkalasi ham olaman. Вот это поворот! О, какой поворот! Ma'no shunaqa bo'lib qoldi, deyapti. Mayli. To'g'rimi? Na. Xo'p. Endi men bunaqangi tez borishlarni bilmadim-da. Endi nima bo'ladi? Men dadangga aytolmayman. Dadang bilasan-ku, do'stlarga umuman gapira olmaydilar. Nimaga o'zing ham aniq qilib aytmaysan? Oyijon, singlisini sevib opasiga qanaqa qilib uylanaman? O'zingizni boshlab qo'yibsiz, endi nimadir qiling o'zinglar. Xo'p. Bunaqa ham mujik bo'ladimi? Mayli, qo'ying qani. O'g'lim, O'zinglar biz hal hech qiling. narsa qila olmaymiz. Yaxshi, sen qizni o'ziga tushuntirgin. Oyijon, qanday qilib aytaman unga? O'g'lim, boshqa yo'limiz yo'q. Dadangga men ham aytolmaymiz ularga. Ha, endi Boshqa yo'limiz yo'q degani. gapidan qaytgandek bo'lib qoladi-da. Yo'q, Yo'q, biza katta qiz gapidan emas, qayt- kichkina qizga desa net bo'ldi. Yo'q, tushunib turibman. Boshqa yo'li yo'q degani вообще-da. Ikkita noto'g'ri. Endi o'zi bundoq qarasangiz, yo'l yo'q narsani o'zi yo'q. Umr savdosi u bir ichorib otib oladigan narsa emas u. O'zbek kinolari shunaqaki, kichkina pashshada katta fil yasashadi-da. O'zi problema emas u вообще. No, lekin katta problema qilishadi mana. Problema emas-da men uchun. To'g'rimi? Adashib ketgan bo'ldi, borib aytish Adashib kerak. ketdim. Qani eshitdik ha. Aytish kerak-da, sразу kelib. Tushunmovchilik Hozir men bir qizim hozir hayron qoladi. Katta qizingiz emas, kichkina qizingizni yana qilamiz. Onasi, Alabi. mehmonlarni ham kuzatib. Voy, gapir meni. Singlisi hozir. Voy, assalomu alaykum. Tentak bo'lib qolasiz. Va alaykum assalom. Yaxshi kelibsanmi, qizim? Yaxshi, rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Kel. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Kayfiyatlar zo'r. Ha, oyi. Onasi, Alabi. achchiqqina qilib qora choydan damlagan bir maza qilib ichaylik endi o'zimizga. Mehmonlar ketishdi, xursandchilik bu yoqqa. Xo'p bo'ladi. Hozir bu o'tiradi, choy keladi. Men Qizim, qizimda opa-cheni to'yi bo'lyapti. Unashtirdik. Choy kelmasidan oldin aytsa kerak. Kim bilan? Anaqa bilan. Shashvarbek bilan. Shashvar. Unaqa demaydi, g'alati eshitilyapti-da. Ming bor uzr. Bu sizga haqoratdek tuyulayotgan bo'lsa, bunaqa ism bor. Ha. nima dedim? Qanaqa mehmon? Nima deb? Sovchilikka ketishdi. Yo'q, opamgami?
Opangga sovchilar keldi. Opangni uzatmoqchi. Rostdan. Meni ham yo'lim ochilyapti. Erga tegadi. Ha, aytgancha, sen ularni taniysan. G'ulom aka, u do'stim bor-ku G'ulom aka. O'shani o'g'li Nodirga. What the fuck? G'ulom aka? Nodir. Bayt. Ko'zimizni oldida katta bo'lgan yigit. Oilasini ham juda ham yaxshi bilamiz. Shunga cho'zilib o'tirmaydi, rozilik berdik. Ko'zdan yosh aylandi. Ha, o'g'lom bilan ham gaplashdim. To'yni tezlatamiz deyapti. Bitta rolni zo'r o'ynagan. Zo'r o'ynabdi Qiz haqiqatdan. bola. Uncha yaxshi. Gulmiraga shunaqa tushungan xonadon uchragani juda ham yaxshi bo'ldi. Bizni bilishadi, tushunishadi. Eng asosiysi qizimizni asrab avaylashadi. To'ppa-to'g'ri. Opanggachi asabiylashish, kuchli qanday tanlagan. Dondan kelishadi. Ay, meni endi bu ham- bilib tabriklayman opajon. Juda ham xavotir olardim. Assalomu alaykum. Tabriklayman opajon. Opasi uchun bu ham nima qilolmaydi-da endi. Shunaqa opasi kasal bo'lgani uchun, короче, gapirib o'tirgim kelmayapti. Ayla, men bor qolaman. Bilasan? Qatga qizim? Biz ikki bormi? Ha, mayli. Endi almashtirgani kirgandir. Choydan qo'y onasi. Bitta tarafda opasi, bitta tarafda yaxshi ko'rgan. Yo, Yigiti. bu yerda yechim bitta donada, просто chiqish kerak-da, echish kerak. Yo, endi opasidan kecha olmayapti-da bu ham. Opasidan ketish kerak emas, qarang, anu Ha. bola opasini xohlamaydi, unga uylanish Ha. xohlamaydi. Qiz bu yoqda qolib ketyapti. Endi qiz ham hozir, ko'raylik qani xo'p. Yo, bu yerda hech qanaqasiga o'zi buni to'g'ri shunaqa qilib yuborish iloji. Ha. Ya yo'q qoldim. Ha, turib. Stop it. Ketdi. Zo'r bo'ldi. Fokus moq. Montaj kuchini ko'rdinglar? Bu montaj emas edi lekin. Stop Men lozam. hammasini aytaman. Gulmiraga bir boshdan tushuntiraman. Men seni sevaman. Men seni sevganda. Yo, bilasizmi? Raso Men qildi. meni sevmading. Yana Shular qashulaman. qo'shuv bor. Cringe qo'shuvlardan. Men seni sevganda sen meni sevmading. Men seni kutganda sen meni kutmading. Yo'q. Opam bu narsani ko'tara olmaydilar. Opamga uylanasiz endi. U sizni yoqtirib qo'ygan. Voy, bala, qiz bolaga ham prям yomon gap aytmay hozir. Ha, Hamma xursand. Ota-onaman, opaman. qanaqasiga? Axir bir yo'lini topishimiz kerak. Agar meni rostdan yaxshi Zo'r bo'yashibdi ko'zini. Ha, ko'rinib grimer zo'r turibdi. ishlabdi. Yo'q. Ha? Bo'yalgani shundoq sezilib turibdi. Ko'zlari shishib ketganda yig'laverib. Yo, men abslari bo'yalgani shundoq ko'rinib Grimer turibdi. qilganda Lekin o'sha. ko'zi qizargani aktyorskiy deb o'yla olmayman. Gap yo'q lekin, qizga gap yo'q. bu to'yda qaytarmisiz, xo'p? Nimalar deyapsan? O'ylab gapiryapsanmi? Bu yerdagi gap Bu yerda tupoy bola emas ekan, mana qiz ekan aslida. Yo'q. Yo'q. Qanaqasiga qiz bola shu narsaga rozi bo'lishi mumkin? Opasi uchun rozi bo'lib turibdi. Opasi Qanaqasiga kasal. opasi uchun. Bu Opasi bola kasal. uni yaxshi ko'rmaydi opasini. Opasi uni yaxshi ko'radi. ikkimiz Opasi uchun ana. to'g'ri tushuning. Ana. 98-yil brat, men 2004 man. Shu fikrlarimiz to'qnashuvidan sezib olsanglar bo'ladi. Kommentariyada Do'stlamayman. 98 so'zini yozib qoldiring. Men u uchun nima kerak bo'lsa hammasiga tayyorman. Ana, ko'rdingizmi opasi uchun? Hatto meni yo'qotishga ham rozisan. Ana. Sizdan zo'rini topaman. Opam endi kulyapti. Yuzlari Hamma qiz qarab turib, ya'ni вот такая, ya вот такая. Ko'rganmisiz? Ko'rgansiz. Qo'yib yuboraman. Я не такая. Я вот такая. baxtdan porlayapti. Yigit topiladi. Iltimos. Opamni baxtli qiling. Endi men ketishim kerak. Qaytib uchrashmaymiz.
Gulasa. Gulasa. Biz bola rasvo qildi o'zi. Chog'im. Nodirdan kutmagandim. O'zi ham ko'rkam, chiroyli bo'lib ketibdi. Avval rosa xunuk edi. Ha. Opasi qirsan. Nodir, deyam qurs. Uchrashib nima qilaman? Bir-birimizni taniymiz-ku, Nodir bilan. Endi bir-biringizga Uchrashuv bo'ladi hozir. Gulsa, singlim. Kelay opa. Nima bo'ldi? Tushunmadim. Yig'layapsanmi? Men o'z baxtim uchun sizning baxtingizni bir bolalar. Erimni tortib olishdi. Erimni tortib oldingiz. Sizni ketishingizni tasavvur qila olmayapman. Yo'q, Voy yo'q, Kelib turaman-ku. Unaqa yig'lama. Ertaga uchrashuvga chiqishim kerak ekan. Qaysi kun? Bu qiz kiprikini zo'r qildirdi, 3D qildirgan. Kiprikshunos, Alloh shukr, Alloh bergan. Lashmaker. Tava. Lashmaker deydi o'sha kiprik ekadiganlarga. Kiprikshunos deydi. U sizga yoqadimi? To'g'risini aytsam, Bosing. uni bunchalik chiroyli, ko'rkam yigit Mana. Rola turmaklab qo'yma, xo'pmi? Siz o'shani kiying. Rosa yarashadi. Chunki unga shunaqa ko'ylak yoqadi deb aytibdi, to'g'rimi? Men ham o'shani o'ylab turdim. Quchoqlash chiqaring bir Kiyim ichida ekan mikrofon. Yo'q, kiyim ichidaligim mayli, quchoqlash chiqaring. Ana. Qanday ekanmi? Ha, mayli. Endi bilmayman, qizlar shunaqa nima qilsa kerak. Qizlar opa singil unaqa quchoqlashmasa kerak. Bilmayman. Opam yo'q, singilim ham yo'q, bilmayman. To'g'risi. Yo'q, akangizmi, ukangiz bormi? Bunaqa quchoqlashmasangiz kerak. Quchoqlashsa unaqa. Mayli quchoqlashasiz-da. Rahmat. Mayli. Mana shu yoqdi menga. Chiroyli. Oradan vaqt o'tdi. Bola chaqar bo'lib ketdi. Yo'q, To'y bo'lib ketdimi shunda? Na, to'y bo'lgan. Endi bo'ladi menimcha. Chunki ro'yxat oldi turibdi. Hisob kitob. Mana shu yoqdi menga. Mana shuni gaplashing. Mehmonlar ham xursand bo'lib ketishadi. Mayli, qaysini sanasini belgilab olaylik. Oradan vaqt o'tdi. Qancha o'tdi? 1 yilmi, 1 kunmi, 10 kunmi, 5 kunmi? Kunmi? Yoki to'yga 1 kun qoldimi, 2 kun qoldimi shuni aytinglar. Biz Vaqt o'tdi. O'zingiz topib olavering-da, o'zi matematika qilib. Ha, biz o'zimiz o'ylab topishimiz kerak. Buni bizani o'ylashga majbur qilyapti. Ha, bular yaxshi ishlayapti. Ha, yashang. Bor. Matematika qilish bozorga kerak. tushib, olib kelsa yaxshi bo'lardi. Bozorga tushmadi, olib kelmoqchi xola. Lekin uy zo'r ekan. Qiz haligacha vaqt ochilmadi bechora. Asal, singlim. Xo'p, senda gapim bor edi. Nima gap? Haligi Nodir bilan ko'rishganimda u ko'zimga boshqacha ko'rindi-da. Qanaqadir ma'yus, o'ychan. Opa, chunki u meni yaxshi ko'radi, sen emas. Sizga shunaqa tuyulgan. Asli Nodir aka juda ham yaxshi inson. Shu ba'zan menga uylanayotganidan xafamikan deb o'ylab qolaman. Nega xafa bo'ladi? Jon desan sizdaqa qizga uylanyapti. Bilmasam, menga shunaqa tuyuladi. Shunaqaga o'xshaydi. Opa, siz bekorchi narsalarni o'ylamang. Yaqinda to'yingiz bo'ladi. Keyin dorilaringizni ham vaqtida ichib yuring. Voy, yaxshi eslatding. Dori ichadigan vaqtim bo'ldi. Bora qolay. Qo'l ichadigan paytim bo'ldi. Dorim ichib kelay. Asha, ruhiy kasal odamlar dori ichmasa yana ruhiy kasal bo'ladimi? Bilmayman. GPTdan so'rab ko'rishamiz dedi. Bo'pti. Ha, boyagi bola keldi, 1 minutga chaqiryapti uni. Nodir aka, keting iltimos. Meni sevasanmi? Meni yaxshi ko'rasanmi? Yo'q. Endi buni nima qizig'i bor? Bu qiz yaxshi o'ynabdi. Men qiynalib ketdim. Shuni bilasizmi? Asal, men ham juda ham qiynalib ketdim. Kel yaxshi. Hech o'xshamayapti, qiynalgan odam. Bola o'xshamabdi, lekin qiz lekin o'xshatibdi. Lablar anaqa qo'yib yotibdi, qarang. Labiga qaraysiz.
Yuziga qaraysiz-ku, siz ham qiziqsiz. Mana to'xtang, rol menga ham bering. Bering endi rol haydolmayapsiz-da. Mana qarang. Asa, men ham juda ham qiynalib. Buni nima qizig'i bor? Mana qarang. Mana 2 kundan keyin to'y. ko'zlariga qarang. Men qiynalib ketdim. Shuni bilasizmi? Asa, men ham juda ham qiynalib ketdim. O'xshatibdi-da. Qochib ketamiz. Qochib ketamiz. Qochib ketamiz? Qayerga? Siz jiddiy bo'lgansiz. Men o'sh qila olmayman. Men seni yaxshi ko'raman. Men Gulmira bilan qanaqa qilib yashayman? To'g'risi-da, rostdan qanaqa yashaydi, yaxshi ko'rmagan odam bilan. Hozir keting. Birov ko'rib qolmasin. Meni sevasan-ku, to'g'rimi? Yo'q. Men sizni sevmayman. Ko'chada. Oshing halol bo'lsa. Ko'zlarimga qara. Tushunmayman. Onasi qarab turadimi? Ha, og'zingdan deb so'kmaydim. Aytib. Rolni bering. Gapir. Yo'q. Sevmayman. Tushundingizmi? Yaxshi ko'rmayman men sizni. Nega meni qiynaysiz? Qiz lekin Zo'r o'ynayapti. Gulasa, Bola gapira ham farqi yo'q. nima bo'lyapti? ana. Oxir onasi qachon aralashar ekan deb turdim. Oyi, Qimirlab ketdi amazay. Qimirlab ketdi. Qora bulut. Effekt zo'r bo'ldi. Qora bulut. bolam. Osmonda qora bulut. Gulasa. Nega shuni boqliroq aytmading? Aytibdi o'zi, aytibdi. Nodir. Kechiring, men tinch o'tiraman. Oyi, bo'ldi, sekinroq gapiring. Hozir opam eshitib qoladi. Uxlayapti. Uxlamayapti. Bir tomondan Nodirga ham rahmim kelyapti. Yalinib yolvorib, ota-onasiga ayta olmabdi. Men nima deyman? Opangga o'shanda singlingiz ovchi bo'lib kelishgan ekan deb qanday aytaman? Kir. Mana shu opasi kirish kerak edi. O'yladi. Ha, kirolmayapti. Hali ular baxtli bo'ladi. Menga tushuntiring, xo'p, to'g'ri tushun. To'g'ri tushunasizlar. O, bilaman, zo'r mashina. Sabr ber. Ha, o'zi eshitdi ha bular. Hamma eshitdi. Qiz o'lib qoldimi yo? Nima bo'ldi? Ruhiy kasal-ku. Hozir yana jinni bo'lib qoldi. Vay, bilan hammasi ko't bo'ldi. Yo, zo'r bo'ldi qaytanga. To'g'risi-da. Ya. U ertaga erga teggandan keyin Jinni bo'lib qolsa nima qiladi? bilib qolib keyin jinni bo'lgandan ko'ra hozir jinni bo'lgani yaxshi. Vay, bu kinoni yaxshi olishibdi mana. Kattaroq xavfdan ko'ra kichkinaroq xavf yaxshi. Yo'q. Portlatib oldi. Ha, hech qanaqa. Gapirsangiz. Kattaroq minusdan ko'ra kichkinaroq minus yaxshi. Stopdoz oldi. Qizning mazasi qochdi yana. Yana kasali xuruj berdi. Yana kasali qo'zg'ab qoldi onasi. Hozir bu ham ketib qoladi, точно. Podshohim, ertaga to'y-ku. Shoshmay tur. Tez yordam ham chaqirdim. Hozir kelib qolishlik kerak. Ammo lekin onasiga kirgan edim. Menga ham tashlanib qoldi. Onasiga kirmay turinglar oyisi. Sizlarga ham tashlanib qolishi mumkin. Endi nima qilamiz dadasi? Ertaga Sal o'xshatish kerak opa. Sal o'xshamabdi. Sal emas ancha. Mayli. To'yi hozir o'ylamay tur, iltimos onasi. Bir amal qilasiz. Voy balam dedi-ku, mashina urib ketgan bo'ladi. Voy balam dedi. Ko'rganmiz. Shunaqasi bormi? Voy balam dedi, mashina urib ketadi. Subyektivda bor, ko'ramiz hozir o'shani. Mashina urib ketadi. Kesib tashlab yuboramiz menga. Voy balam dedi. Kecha senga tashlanib qolishi mumkin. voy. Dadasi qizimga kirmasam bo'lmaydi. Orqaga qayt. Voy, mana Dadasi kirmasam bo'lmaydi. Senga yetmay turdi onasi. Ana. Onanggacha, iltimos. Ana. Meni to'yim. Ya qizam mana ochilibdi, zo'r o'ynabdi shekilli. Qizam ochilib zo'r o'ynabdi shekilli. Ochilib? Shunda. Ha, metafora aytyapsiz. To'g'ri ma'noda emas. Ha, yo'q, bizni konuşmayman. Ye gap yo'q mana. Rolga kirib zo'r o'ynabdi. Ket. Qolganding-ku. Eman. Yo'q. Atayla bo'lmadi voy.
O'ziga qaytdi. Sog'lom bo'ldi, menimcha. Restart bo'ldi. Full tek. Перезагрузка. Full tek. Restart o'sha. Hech kimga aytmang. Hech kim bilmasin, singlim bilmasin. Ha, tipa jinni bo'lib qolganini singlisi bilmasin deyapti. Kasalim xuruj qilganini. Shunaqami? Kasal unaqa xuruj qilmaydi-yu. Bilmasak qo'yavering. Bilmaydi. Ayniqsa jinnilarda unaqa xuruj qilmaydi. Bir 5 minutga bo'lib oladigan narsa emas-da bu. Hech kimga aytmang. Yaxshi bo'ldi dedim. Nodirni yaxshi ko'raman. Voy bilan, Nodir yaxshi ko'raman. Nodirni yaxshi ko'radi. Ha, singlim Nodir. Nodirni yaxshi ko'raman. Eshitdi-da. Ha, mana. Ha, baxtli aking borishdi mana. Allamiyam bilan. Kamisining ovozlarini eshityapsanmi? Kuyovga kelishyapti. Oy, chiroyli. Opangni davolanishga narsa tayyor. Eng baxtli bu. Biz taqdirga ko'nikishdan boshqa choramiz yo'q. Opasini davolashga jo'natib yuborishibdimi? Chiroyli kelin bo'psan, qizim. Qizga respekt, to'g'risi. Gap yo'q, mana biz haqiqatdan zo'r o'ynabdi. Bitta odam rol o'ynayapti kinoda. Ya'ni aka ham sport lotida o'ynagan. Bor ya o'ynang dedilar-da, aka qaytarib yubordilar. Yo, zo'r. Gap yo'q. Iqror. Iqror bo'ldingmi? Iqror bo'ldik. Gap yo'q, zo'r. Menga yoqdi lekin to'g'risi. Yaxshi. Yaxshi kinodan charchasanglar, ko'rsanglar bo'ladi. Hop, tugatdik. Vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Shu qisqa vaqt ichida kayfiyatingizni ko'targan bo'lsak, xursandmiz. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Davom etsinmi? Kino ko'raylikmi, yo'qmi? Qaysi kinoni ko'raylik? Kommentariyada yozib ketinglar o'rtoqlar. Sizlarga mazza qilgan kino desalar ham bemalol sizlarning fikrlar. Biz ko'rishni davom ettirishimiz mumkin. To'g'risi. Joninglar omon bo'lsin. Hammaga rahmat. Bum. Bo'ldi.